Men yolg'iz edim, go'yo agroqdek o'zimni yo'qotib qo'yganda menga imkon berildi, lekin ishonishni bilmasdim. Men bo'lishim kerak hal bir inson edim. Ichimda ikki xil hayot bor edi. Ikki tomondan ham tanlashga urdim, ammo o'zimni topa olmadim. Men muammoli bola edim, adashdi, chunki men juda erkin edim. Ammo hozir aynan shu holatim menga muvaffaqiyat olib kelyapti. Endi men yashamayman, qanday porlayotganimni ko'ring. Go'yo men shunday bo'lishim uchun tug'ilgandekman. Biz ko'p orzu qildik, juda uzoq yo'l bosib keldik. Ishonaman, biz yuqoriga ko'tarilamiz. Bu bizning vaqtimiz. Biz doimo birgamiz, bir porlaymiz. Biz oltindek porlaymiz, oltindek bo'lamiz. Ovozlarimiz bilan yuqoriga. Endi qo'rquv yo'q. Shu bizning davramiz. Biz shu hayot uchun tug'ilganmiz. Davrlar biz o'sha uchun endi uyg'ondik va o'zimizni topdik. O'tmishda ortda qoldirdik. Endi hamma ko'rgandan insonmiz, yashirmaymiz, biz porlaymiz. Chunki shunday bo'lishi uchun tug'ilganmiz. Kuchlimiz va buni bilamiz.